Assalomu alaykum. Hozir bütünümüz a'zolari, xudo xolasa mana keyingi zakazimiz mana tayyor bo'ldi. Bu yerimizda 3 ta eshik, 3 ta rong qilib berdik. 3 ta 2 qanot. Bitta bir qanotimiz, bitta kichkina rong bilan. Mana. Xo'sh, bunimizni keladigan bo'lsak, mana zamonlari ham juda chiroyli, turkiy tureskiy zamonlar bo'lgan. Mana ranglari ham cho'qqo degan rangda, jigar rang holatda, lakchachilgan. Kamizlarga ham o'zgacha egasini dizaynga qarab high-tech fasonda berdik. Lekin ochib yopishlarga baholasa. Magnet singari o'zi tortib oladi. Lekin zo'r bo'ladi. Bunimiz ham mana baholasa. 1.10 ga bo'yi 228 besparam bo'ladi eshik. Baholasa zo'r. Qaramiz 130 ga 160 lik. High-tech fasonda bo'lgan qani ichkarilardan olib qo'yamiz. Mana padg'oniylar bilan qilib berdik. Baholasa. Mana bitta romimiz mana mashina 3 ta romimiz mashinada. Mana orqasidan ko'rsatib qo'yganlar yaxshilab penalangan mana baholasa. Akkelab o'zimiz pena qilib, akkelab o'rnatib ketamiz. Padg'oniylar desiz, padg'oniylarga ham qo'yib beramiz mana. Padg'oniylar bilan mana akfanikidan bo'ladi. O'rtasi ochiladi. Baholasa mana zazovlar bilan o'zimiz qilib kelib baholasa o'rnab berilaveradi. Ochib yopirishlarni ham ko'rib borasizlar. Xudo xolasa mana hozirga fasonda qolgan dizaynda beraveramiz inshaalloh bo'lmasa. Ochib yopirishlar yaxshi. Kimin kerak bo'lsa telefon qila olasizlar. Ma'lumot bo'lsa 724 O'zbekiston bo'lib o'tib beramiz, vodiy bo'lib o'rnatib beramiz. Kanalga yangi bo'lsangiz, podpiska bitinglarga, hammalarga rahmat, shularga omad.